Salom hammaga, sizlar bilan Zada PUBG. Bugun sizlar bilan TDMda pik qilish va pik qilishni 4-5 usullarini ko'rib o'tamiz. Ushbu videoni ko'rganingizdan so'ng sizni piklaringiz 100% ijobiy tomonga o'zgaradi. Videoni bir soniyasini ham o'tkazib yubormasdan ko'rishingizni so'rab qolaman do'stlar. Do'stlar, videoni boshlashimizdan oldin kanal rivojlanishi uchun obuna va like bosib qo'yamiz. Qani do'stlar, biz videoni boshlaymiz. Xo'sh, pik qilish ikkiga bo'linadi. TDMda va klassikda. Bugun sizlar bilan TDMda pik qilishni o'rganamiz. Sizning FPS baland, TDM optis kuchli bo'lib ham pik qilishni o'rgana olmayapsizmi? Ushbu videoni o'tkazmasdan yaxshilab tomosha qilishingizni so'rayman. Aynan ushbu stenalar orqasidan to'g'ri pik qilishni o'rganamiz. Pritsel bilan uzoqqa pik qilish do'stlar. Do'stlar, iloji boricha o'qimizni boshiga tegizishga harakat qilamiz va bu yerda o'qimiz qayerga uchayotganini bilsak bo'ladi do'stlar. Iloji boricha tez va boshga harakat qilamiz. Do'stlar, ikkinchi mashqimiz stenani orqasidan dushmanga pritsel ochmasdan pik qilishni o'rganamiz. Ushbu stena orqasidan do'stlar iloji boricha tezlik bilan dushmanga o'q uzishni boshlaymiz. Do'stlar, pikda eng muhim narsa tezlik va aniqlik hisoblanadi. Ushbu trenirovkalarni ko'rib do'stlar piklaringiz ijobiy tomonga o'zgaradi degan umiddaman. Va do'stlar, ushbu stenani yonidan pritsel bilan pik qilishni o'rganamiz endi. Do'stlar, ushbu mashqni ham kunda 10 minut 15 minutdan bajarib turishingizni so'rab qolaman. Sizlar kundan kunga o'qlaringiz moshni tegishni boshlaydi, piklaringiz mukammal tarzda o'zgaradi. TDM o'yiningiz ancha ijobiy tomonga o'zgaradi do'stlar. Do'stlar, bu usul nimani o'rgatadi? Yaqin masofada turgan dushmanni pritsel bilan kutib olishni o'rgatadi do'stlar. Do'stlar, ushbu mashqlarni kunda 10 minut 15 minut qaytarib tursangiz, TDMda o'yiningiz juda ham go'zal bo'ladi. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham tugadi. Videodan chiqishdan avval do'stlar kanalga obuna va videoga like bosishni unutmaymiz. Bundan keyingi foydali videolarni ham o'tkazib yubormaysiz degan umiddaman. Sizlar bilan Zada PUBG bo'ldi do'stlar. Albatta do'stlar, videoni opsiyasida turgan Telegram kanalini ham maslahat beraman. U yerga TDM live hacklar tashlab turiladi do'stlar. Yaqinda Telegram kanalda do'stlar TDM turnirlarini yo'lga qo'yamiz. O'tib obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman.